Rahmat. Aytganingiz kelsin. Xo'p, baraka toping. Bolam. Ehsonni ketib tinmayapti. Senga gapiryapman. Ada, bo'ldi. Shuncha pul yetadi. Oxir yaxshilik bilan tugamaydi. Ahvolimni qarang. Sizni bu ketishda nogiron bo'lib qolmasam bo'ldi. Mana deb? Boshida jaraq pul tushganda bunaqa gap yo'q edi-yu. Oxiriga kelganda qo'rqyapsanmi? Sen o'zi kichkinaligingdan latta bitta ish eplolmaydigan bola bo'lgansan. Shunaqa bo'lishimga sababchi kim? Siz! Agar yaxshi odam bo'lganingizda, oilamizni to'g'ri yo'l bilan boqib, menga yaxshi tarbiya bergan bo'lardingiz. Bo'ldi qal. Qilmayman. Uyimizni ham qimorxonaga aylantirgansiz. O'sha darmet o'rtoqlaringiz bilan. Har kuni eshigimizdan taqillatib, qarzingizni so'rab kelishardi. Bechora. Shu narsalarni o'ylab onam kasal bo'lib, o'lib ketdilar. Erkak bo'lib davolatdingizmi? Onamni siz o'ldirdingiz, siz. Bo'ldi. To'xtatamiz. Hindistonga borib, bir oy davolanib, keyin qaytamiz. Sanam tuzalgan, butun xalq ham xursand. Hech kim bilmaydi. Bo'lmasam, Toj Mahalda xona gaplashaylik. Toj Mahal mehmonxona emas. U tarixiy obida. Shohi jahon qurgan. O'zimizdan Shohjahon Jo'rayevmi? Bari. Bu narsalarga eshitdingmi? Xo'p. Mana o'rtoqlar, biza uchib ketyapmiz, mana o'g'lim. Mana. Hindistondan yaxshi doktor topdik. Nasib duo qilib tursanglar borib o'g'limni davolaymiz. Hammanglarga rahmat. Endi ko'chib chiquvdik. Assalomu alaykum. Agar sovg'a yoki ehson bermoqchi bo'lsanglar, shart emas. Biz uchib ketyapmiz. Anaqa plastik karta beraman agar pul tashlab bermoqchi bo'lsangiz. Siz bizani noto'g'ri tushunibsiz ozgina. Odam bir vaqtingiz bo'lsa, bir aylanib kelsangiz. Muxlisaxon, Labbay Sobir aka. agar qaytib kelmasam, o'zizga mos soch uzuridan toping, xo'pmi? O'zim bilaman Sobir aka. Yaxshi yetib oling. Qo'ching. O'zingdan ko'pik chiqara olasanmi? Yo'q. Harakat qilib ko'r. Nima o'tgan unga? Ko'rmayapsanmi? Og'zidan ko'pik o'tdi-yu. To'xtat mashinani. Havo kerak bolamga, suv kerak bolamga, to'xtat. Bolam bo'ldi. To'xtat! Bolam, hozir bularni Toshkentda ko'rmagan ko'chalarga olib kirib adashtirib chiqaman. Shunaqa qilyapti. Buni taqib o'tirib, toyga uzoqga cho'zilar.
Och. Bo'ldi, och. Xitoy babi Xitoyda. O'zi yurib ketdi. Nech pul olgansiz? Zor, avayni zor. Qaddamiz. Bolam qani? Dodam, anchadan beri kuzatuvdasizlar. Sizlarga tegishli bo'lgan kartalarda hech qanaqa dori-darmonlar sotib olinmagan. Undan tashqari meditsinskiy tekshiruvlarni ham oxirigacha olib bormagansizlar. Shunaqa joylarda shubhalantirib qo'yasizlar odamlarni. Qoyil lekin qoyil borib. Ofaring, ishontirdinglar lekin hammani borib. Yo'q, bolam rostdan nogiron. Aldamayapmiz. Yo'q, rostdanmi? Qani chaqiringchi bolasini. Gap yo'q lekin. Bolam. Ruli nima? Soqpa solsan-ku. Nogironga kuching yetdimi? Sanam, javob berasan. Xalq oldida dabdalak chiqarib, sharmanda chiqaraman. Stop. O'zingizni bosib oling. Yig'ishtiring. Bo'ldi. Bundan buyog'iga taktikalar, hamnaqa o'yinlar o'tmaydi. Undan ko'ra sizlarga zo'r taklifim bor. Xonangizni hamma yo'ni yopib boramiz deb 50 tarsini bosib yuboramiz. Nima deysizlar shu joyiga? Rozimiz. Ben sportliman dedim. Mana sportdadim. Mening dardim ko'rsatuv tashkilotchilariga kattakon rahmat deb qolamiz. Mana shunaqa sharoit yaratib berganim uchun. Aktyorlarga ham. Endi sallani asl basharalaring qanaqaligini butun xalq biladi, to'g'rimi? Mana aybsiz joyda, hamma joyga sharmanda qilib, ko'chaga chiqolmaydigan darajagacha tushirib qo'ydilaring-ku. Jirillama. Sanamja avliyo emassan, xo'pmi? Sandekalar vaziyatdan foydalanib, kasallarning haqqini yeysanlar. Jamiyatga sandeka blogerlar kerak emas. O'zichi salla bloger emas, balogirsanlar. O'zingdan invalid yasab olib, artistlik qilib, xalqqa ishonchini sindirib, pulini yevorib, o'ylamadilaringmi? O'shani kimdir ro'zg'ordan, bola chaqasini nasibasidan kesib sallaga bergandim. Salla tufayli haqiqiy muhtojlarga o'sha pul yetib bormadi. Sadqaga odam ketlaringni endi odil sud oldida javob berasan. Tushundingmi? Odamlar, har ko'rganga ham ishonvermanglar. Iltimos, kechiring, biz atilab qilganimiz yo'q. Hali pulni qaytaramiz, dinigacha iltimos. O'chira o'zingni, olib ketlaring. O'zi menda ayb yo'q, hamma ayb adamda, to'g'rimi? Adam qani? Adam! Jonim, sakrashga qo'rqmaysanmi? Emay qara, shuncha pulni qayerdan topding? Jon, o'ylamang. Bundan buyog'iga maza qilib yashaymiz. Mayda qiz bola qani? Ketdi. Jibbaylama-ku.
Qaysilar? Lag'mon tugadimi? Adam qo'yvordim do'zingiz. Hayoti kinoga o'xshaydi lekin syujeti yo'q. Ertasi bormi yo bilmaydi gap foydasi yo'q. Yolg'onga ko'milib ketsa ham aldaydi, qaytmaydi chunki hayot degan katta maqsadi shu. Ko'chalarni kezib borganida yuragida negadir ko'zini ochganda hamma bo'larida. Qani ayki nega uni sen so'zlaringda bormi keldi dars seni mani yuzlaringda. Lag'mon osiladi qulog'iga uni yana yolg'on gapiradi xuddi foydasi bordek armoni to'ladi shon shuhratga ko'miladi lekin bir kun kelib